Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Degan shunda bir ochiq so'm bu. İnsan şuna içeri ek boğucu, yüzünden ki koştuğunu kıvar küçük yüzü tıkamırdalıkı, hani zahirlik soğan bu. Allah subhanahu wa ta'ala hemimizden şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gibi vaadi kılınған şu Kevser suyudun Allah subhanahu wa ta'ala hemimize işkimiz olsa inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala ayetini devamlaştırıp Fesalli li rabbike venher. Sana biz Kevser'ini ata kıldık. Kevser'ini beraber ona kat nimetini sana ata kıldık. Ama şu nimetini sana ata kılgandaki bunun şükranısına sen namaz oku. Biz bunun erişimizden şart neyken dese biz namaz okuşumuz iken. Allah Azze birinci ayette Fesalli sen namazını oku. Perez namazını oku. Öz vaktinde okuyan namazını. Vacip sünnet namazlarını oku. Onu öz vaktinde okuyan. Ötküzü vaktine. Birinci sen namazını oku. İkincisi fidakarlık göster. Yani kurbanlık kes. Bugün kurbanlık kesilgan günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu düşündük. Bugün günde bugün nehri günü deb atıldı bugün. Bugün insan avladının ki kılgan ibadetlerin en abzine kurbanlık kesmek. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu düşündürdü. Kurbanlık 3 gün kış kesip oldu. Bugün, ertə, ögün 3 gün kış kesip oldu. Hemimiz bir yerge hemen namaz okulu geldi. Hemimiz namaz okuyduğun insanlar. Bu Kevser suyu erişinlik alayı bir şartı Peygamber'in vermesi o verdisi Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber'in verdisi şunu düşündürüyor lazım. Sizler Kevser suyu erişmekçi olsanlar, Kevser erişmekçi olsanlar sizler namazını okuyun. Ondaki erişenler Allah subhanahu wa ta'ala bunu şart kılgan. Biz meyada mescid göze kirayımız, öyde okusak okuyalayımız, balvakımız apralayımız, kanda okusak kılalayımız. Ama vatanına çönsek meselenge, vatanga onu anlasak mesela vatan ahvalını. Namazga mescid neni berip özü, ama qaytışta cinası qaytkenlik anlatımız. Namaz bağan adamın cinasını qaytkenini anlatımız şu. Mescid berip namaz ok kilay de bağan adam öyden çıkıp namaz ketken adamın cinası öyge qaytken. Bu nime? Dese o biçare adamın balasını bağan gel. Balasını mescid bağan. Bağandaki bunu o Xitay'daki qancaqları kirgizmegen. Kirgizmegen ki bu bala biraz takallaşıp qalgan. Ondan keyin o balani şey etib atqancha. Bizga kamchilik. Allohga shukr. Bu erkelik. Namazda qanday o'qiymiz? Qaysi masjidimiz? Kechasi boramizmi? Kunduzi boramizmi? Bolalarimiz apurimizmi? Allah subhanahu wa ta'ala bizlarga mushu erkinlikni, mushu ne'matni bizlarga arvatmasin. Allah subhanahu wa ta'ala bu ne'matni bizlarga qadrlashni nasib qilsin inshaalloh. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve aqibatul muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulih Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Allah, bizlarni qilsagan gunohlarimizni, xatolarimizni kechirimligini ya Allah, safarlik masafliqligini ya Allah. Ya Allah biz xatolarni xoli bo'lmaymiz ya Allah. Sen bizlarni bilib bilmay qilsagan gunohlarimizni, xatolar masafliqligini ya Allah. Ya Allah, ulug' kunda qilgan ibodatlarimizni sen qabul qilgin ya Allah. Ya Allah, tavbalarimizni qabul qilgin ya Allah. Ya Allah, sen bizlarga bu ne'mat ato qilding ya Allah. Baldırımızı, ayol baldırımızı, okuduğumuzdan cemlab ve namaz okuduğunu nasip kıldın ya Allah. Ya Allah bu nimetini bizden arvatmağını ya Allah. Ya Allah bizlerge şu vatanımızda ata-analarımız bilen, kavim-kavimdaşlarımız bilen, okuduğu acisanlarımızdan bizden namaz okuduğunu nasip kıldın ya Allah. Ya Allah şu biçare millete sen iyi çıktın ya Allah. Sen iyi çıktın ya Allah. Bu milletin senden başka iyisi yok ya Allah. Ya Allah sen nayet kuştuksan ya Allah. Sen nayet galipsen ya Allah. Ya Allah sen bunun nurgulluğun ahında zalimlarımız ki sen edibini bergensen ya Allah. Sen bu xitaydan ki sen o edibini bereceksen qadirsen ya Allah. Sen hemmege qadirsen ya Allah. Ya Allah bütün dünyada senin yolunda hak yolu menvatkan şu yollarda şehirde ketkenlerine şehirde sen kabul kılgın ya Allah. Uların günahlarını sen işin kılgın ya Allah. Ya Allah ulara sen galba ata kılgın ya Allah. Galba ata kılgın ya Allah. Ulara sen her gün mağlup kılmağın ya Allah. Uların düşmanlarını sen mağlup kılgın ya Allah.
Ya Allah, ularni sen haq yolda avutmagın ya Allah. Ya Allah, bizlerin ularning mangan yolu mağan nisbligini ya Allah. Bizlerin to'g'ri yo'lni avutmagını ya Allah. Xata yo'l keptirishni sasalaqlagını ya Allah. İnsan ciddim bo'lgan shaytonlarning bizni atib ketishni sasalaqlagını ya Allah. Ya Allah, sen bizlerin haq yoldan avutmagını ya Allah. Bize her vaqt haq yo'lni ko'rsatgin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar ya arhamar rohimin. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hammanglarning oyimi muborak bo'lsin. Cümleden vatanimizning ichi va sirtidagi dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning qurboniyatini qizg'in tabriklayman. Undan boshqa vatanimizda bu yil 5-dan tortib ta hozirga qadar bir qator voqealar chiqdi. Bundan nurg'un qarindoshlarimiz shahid bo'ldi. Shahidlarimizga Allohdan ularning darajasini yuqori qilishini, ularning oila tobatlariga sabr qilishini, turmalarda zulm chekayotgan qarindoshlarimiz va jumladan Abdul Kerim, Abduvali qarindishimiz 2 yildan beri Xitoyning turmusida azob chekib yotmoqda. Kelajili 6 oyda muddati to'shdi. Alloh xolisa onunga chiqish fursati beradi deb uni Allohdan tilayli. Cümlemiz bu şundak yaxshi kunlarda shundak qarindoshlarimizni duolarimizni yakitishdan başlasak, mencha texmi yaxshi bo'ladi deymiz. Shuna bilan birga men gapni uzatmay, peshqadamlarimizdan Farruh Xalqini bizga so'z qilib berishga taklif qilaman. Qani marhamat. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Assalomu alaykum hurmatli quloq singillar. Oğullar, kızlar, nevreler. Bugün şunday chiroyli kun. Bugün bizniki eng musulmon elining eng ulug' bayramlaridan biri Qur'on hayiti. Albatta hammamiz bu hayitlarni yaxshi bilamiz. Kichik vaqtimizdan beri bizning o'zimizning yurtimizda bo'lgan bo'lsak, qurbonliklarni qilardik. Chunki bizning ko'rganimiz shu bo'ldiki, biz kichik vaqtimizda dadamiz bizni mechitga olib borib, mechitni akilib, bir qo'yni akilib so'yib, shu qo'yni biz shu qurbonlik qilganlarni bir necha qatam ko'rganmiz. Lekin bizga nasib bo'lmadi, o'zimizning vatanimizda ketishga nasib bo'lmadi. Bizni dushmanlarimiz, bizni do'stlar, bizni aldab ketgan dushmanlarimiz bizni qo'g'ladi. Bizning özümüzden öyden, özümüzden ısık öyden qo'llab chiqadi. Mana shu dardlarni ko'rib, mana mashalada o'tiramiz. Lekin Xudoga yana bir ming shukrki, mana mashalada hammamiz omon eson o'tiribmiz. Hammamiz mana shunday bayramlarni yaxshi kutyapmiz. Demak, biz hech vaqtida bizning Uyg'ur xalqi hech vaqtida biz qarab qo'ymaymiz. Chunki bizning yonimizda Alloh bor. Shuning uchun biz mashalada o'tiribmiz. Bizniki dushmanlarimiz bizni nayt cho'ngtusi, bizden qo'rqidi. Shunga biz xursand bo'ldik. Chunki bizning ashlarni qo'rqituvchi darajada kuchimiz bor. Chunki biz shunchalik ulug' bir zotlarning avlodimiz biz. Bizden hozir bir ko'zimizda qon bo'lgan bo'lsa, bir ko'zimizda xo'shallik. Chunki qancha odamlarimiz, bizning qancha yigitlarimiz, bizning qanchalik qahramonlarimiz o'zining xalqi uchun jinni qurbon qildi. Biz hech vaqtda unutmaymiz va bizning navralarimiz, bizning avlodimiz ularni hech vaqt unutmaydi. Xudo xolisa bir kunlar keladi, biz o'zimizning yurtimizni qaytamiz, biz qaytmasak, bizning navralarimiz qaytadi. Navralarimiz qaytsa, chavrlarimiz qaytadi. Yo Alloh shukr, bir kun bo'lsa bir kun o'zimizning elimizda, o'zimizning oldingi, o'zimizning sharoitida qaytishimizni biz albatta Alloh taolodan tilab qolamiz. Mana bugun biz Shvetsiyada o'tiribmiz. Shvetsiya biz uchun anglab bo'lmagan tushimizga kirmagan bir mamlakatdi. Chunki biz Shvetsiyani bilmay qoldik. Mana hozir keldik Shvetsiyaga, qanday yaxshi mamlakat, bizni shunday quchoqlab, shunday yaxshi qarshi oldi, hammamizga imkoniyatlarni to'ldirib berdi. Qanday qilsak shunday qilamiz, o'zimizning umumimizcha ishlaymiz. Shuning uchun Shvetsiya mamlakatiga doim biz minnatdorligimizni bildirishimiz kerak va biz ishlab o'zimizning bolalarimizni, ishlab o'zimizning kuchimiz bilan boqishimiz kerak. Mana bu bir talab hisoblanadi. Shunga ahvolimiz nayt hozir. Lekin biz e'lab o'tirmaymiz. Biz dushmanlarimizga o'zimizniki dardlarimizni bildirmaymiz. Biz xo'shal bo'lamiz. Biz xo'shal bo'lib, qanchalik biz xo'shal bo'lsak, qanchalik biz o'zimizni yaxshi tutsak, demak dushmanlarimiz bizning puldir. Lekin ular o'ylamasinki,
biz bir kuni albatta o'zimizning elimizga o'zimiz xo'jayin bo'lamiz, bu so'zsiz. Lekin uning vaqti soat kelgan munosabat bilan shunga hozir ma'rif uyushmasiga cho'ng rahmatlarni aytamiz. Shunchalik chiroyli dasturxonni yana shunchalik narsani uyushtirib, Qur'on etini uyushtirib, Qur'on etini namozini uyushtirib, mashaqatlarga ming tashakkur. Şu ma'rif uyushmasi intayin yaxshi ishlarni qilyotidi. Buni albatta biz bilamiz va hammasi ham biladi. Va shunday ishlarning texmi yaxshi bo'lishiga biz tilakdoshlik bildiramiz. Hammamizning o'ylarida shunday yaxshi bir saodatlik bir hayotlarning bolalarimizniki saodatlik bo'lishiga hammalarniki baxtlik, saodatlik bo'lishiga men orzu qilaman. Bundan tashqari hech vaqtda o'zinglarniki xalqini unutmanglar va hech vaqtda biz ham o'zimizning xalqini hech vaqt unutmaymiz. Eng muhimi bugungi bayram bilan hammalarni tabriklayman. Hammalarning uyida chiroyli, baxt, saodatlik dasturxonlarning yeyishiga orzu umid qilaman. Hammalarniki sog' salomat bo'lishini tilakdoshman. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Hozir programmamizning tartibi bo'yicha Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Nijat Turg'unni so'ziga taklif qilamiz. Xo'sh, Muhammad. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, aktivlar, hadisinglar, hamshirlar, balalar, hammalarning Qurban hayitlar muborak bo'lsin. Hammalarning qimmatli vaqtingizni chiqarib mushaga qadam tashrif qilganlarga Alloh ko'p ajr bersin, ko'p hasanatlarni ato qilsin. Bugün benim to'xtalmoqchi bo'lgan ikki nimani o'ylashyapman. Mishnoq bir Qurban hayitda yig'ilib o'tirib turibmiz, nihoyat go'zal dasturxonlarni tayyorladik, nurg'un yaxshiliklarga muyassar bo'ldik. Bu yolg'iz kelib chiqqan narsa emas qarindoshlar. Bu jamoatning kuchi bilan o'zaro qarindoshlik, do'stlik, birlashish, mehr muhabbatning ostida mishnoq yaxshi bir ishlarga hammamiz o'rtaq vasila bo'ldik. Şunlarla qarindoshlarga aramızdagi bo'lgan do'stlikni, mehr muhabbatni, haqiqiy qarindoshlikni bundan keyin kelgusi hayotimizda texmo kuchaytirishni tavsiya qilaman. Ikkinchi nuqtamiz bugun ulug' Qurban o'tkazib turibmiz. Bundan ming yillarcha burun otamiz İbrahim alayhissalom Allohdan buyruq kelgan chaqda o'zining o'g'lini qurbonlik qilishga qilgan chaqda shu fidokorlik bilan o'zining o'g'lini qurbonlik qilishga qaror qilgan va qurbonlik qilishga tamshalgan. Shunday bir fidokorlikningki bugungi mayli vatanimiz Sharq Turkiston yashayotgan qarindoshlar bo'lsin va muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonliklar bo'lsin, qo'limizdan qanday sharoit ishlar kelsa, uni ayamasdan, yoshirmasdan bir yaxshi ishlarga sarf qilishga va fidokorlikni ko'rsatishga tavsiya qilaman. Shuning bilan birga hammalarning oilasiga baxt, huzur, halovat, inoq, ittifoqlik, bir xo'shal qo'ramliq bo'lgan yil tilayman. Rahmat. Allah razı olsun Nijat qarindishimizdan. Endi faoliyatimizning tartibi bo'yicha farzandlarimizning bir tayyorlagan numurlari bo'lsa, buni bir ko'rsak, tayyor onu deyishdan burun tayyorlikqa chiqishdan burun men yangi bir xabarini deb qo'ysam, 9-oydan boshlab bizning ona til maktabi o'qituvchilar qo'shinni qaytadan ratlab tartib silindi. Buningda 4 ayol qarindishimiz saqlandi bu xizmatga. Ularning tashabbuskorlik talab qilishi bilan ham bir qator o'zining tayyorlagan dars programmalari bilan bu xizmat hozir boshlandi 9-oydan boshlab. Şuna bu ana tilning muhimligini hammamiz bilamiz. Ana tilimizsiz vatan bilan aloqalasholmaymiz, keyingi turmush aloqamiz ravon bo'lmaydi. Endi bu chet el muhitida bolalarimizning ana tilini saqlab qilish biz uchun nihoyat bir cho'ng mushkul ishlarning birisi. Allohga çok şükürler olsun. Hem de dini cihatte bizning küçük bir asasımız var. Din cihatten terbiyelengen Rum qarindoshlarimiz var aramızda. Ular izchil turda 6-7 yildan beri mehnatsiz xizmat qilib, Alloh rizoligini ko'zlab bu qarindoshlar diniy jihatdagi bo'shliqni to'ldirib kelyotdi. Ammo ana tiliga bo'lgan biroz diqqatimiz biroz sus.
Men bu 2 yil balaga ders berish jarayonida shuni his qilib qolganligim uchun bu yerda ko'pchiliklar o'rtoqlashish uchun bu gapni qilyapman. Balalarni hammamiz bilamiz, ba'zi oilalarda shunday yaxshi, chunki ota-onasining buniga ko'ngil bo'lishining nihoyat yaxshi bo'lganligida, balalarni atrofda o'rinlashtirganligida bo'lganligi uchun bo'ladi. Bu eng muhim o'tgan oila ekan-ku avval. Balalarni oila uchun tutishimiz kerak ekan. Balalarımızın kichikdan tili chiqsa, mayli shivchi olsun, mayli boshqa tilda olsun, onunla masligimizga bitib, onunla tang hamdamda bo'lib, shu tilni kuchaytirib bermay, shu tilga masalatdagi o'zimizning tilda tarjimasi bo'lgandan shu tilni o'g'itib, shuning ma'nosini mandaq deb, shuni izchil turda ta'kidlab kelsak, buni da zerikmasak, tirikmasak, bo'sh qolmasak, shunda oilaning bolalarini ko'ryapman, toki mishadan tug'ilib cho'g'gan bolaning tilining noytaravonligini, naiti yaxshi gap qilayotganligini his qilib, nait suyunib ketaman. Onun uchun bu gaplar orqali bizni tanqidlash emas, faqat yangi tug'ilayotgan bolalarimiz va yangi qatorimiz qo'shilayotgan bolalar va mushlarning ona tiliga bo'lgan sevgisini kuchaytirish uchun mushu maktabimiz qoidalarni retlab chiqildi. Buningda vatanda oliy maktablarda o'qigan, oliy ma'lumotli musulmon hamshahrilarimiz va sevgisida mesele yok. Dini cihetten olsun, ana til cihetten olsun, ahlak cihetten olsun, vatanımızın tarihi cihetten olsun, bu cihette yerden berişte tamamen sevgisiydi o. Onun için muşu ballarımızı apırıp ekilişki erinmeyi, muşu ana tilini bir çın tutsa, dinli savadın çın tutsa, bir milletin kimliği muşu şişin azeden buludu. Onun dinli ve tili. Bu ikisi olmasa o milletinin, o insanın kimliği olmaydı. Hem kimliksiz bilimiz yaşayalım olmaydı. Onun için bu kimliğimizi saklap kılış için ata-analarının nihayet çoğun biz bedel tölemesek ballarımız için nihayet kim 5-10 yıldan keyimiz karargan olsak ballarımız emceştirde yani Uygursuz anlayalaydıgan, sözleyemeydigan derecede laf kalsa bu nihayet çetelde yaşadığımızdan hiç ehmiyet olmaydı kimçe. Onun için qarindoshlarımızga bu fursatda mening tavsiyalarim shu, maktabimiz yangidan jonlandi, yangidan kuchlanди. Onun için bolalarimizni har xil sinflarga bo'landi, kichiklar ayrim, o'rtaliklar olim ayrim, savodilar ayrim degandek. Bundan tafsilotga qiziqsak, maktabimizga mas'ul shu qarindoshlarimiz bilan aloqalashib, bundan tafsilotini tushunib baqsak, menimcha ham yaxshi bo'ladi. Haftada bir shanba kunda bir 2 saatlik vaqtimizni buni ajratib olsak, buning men uchun kelajakda nihoyat zo'r ahamiyat bor deb qarayman. Shuni bilan birga vatanimizning nihoyat xavf ekanligini, nihoyat kundan kunga zulmning og'irlashayotganligini hammamizning xabarida bor. Tungi xabarlarga qaraganda yana qurbon yetishga bir masala chiqarish uchun ba'zi bir kelayotgan sirtdan keladigan qo'ylarningmi to'sib oldini naydi yoki u o'lchimi bu o'lchimi bu rasmiyat o rasmiyati yo'q degandan bana qilib shu shaharga kirgizmay xalqimizning qurbonlik elish huquqidan mahrum bo'layotganligi turgan xabarlarda aniqlandi. Buningdan hamda ko'rinish bo'ldiki, har qanday Xitoyning har jihatda bizga zulmlarni eslab ekilayotganligini, bu zulmni nihoyat aniq tunishimizdan düşmanımızda aniq tunishimizdan bizdeki hamda bu düşman aniq bir Xitoy hozirgi bizning sharoitimiz doiramiz qarta bo'layotgan düşmanimiz hozirgi bizning oldimizgi düşmanimiz bu. Onun keyingi düşmanlari yamanchiq, ammo hozir oldimizgi bir düşmanni yengish biz uchun farz ayni bo'lib turg'uliq holatda. Onun uchun bu düşmanimizni tunish va düşmanimizga qanday taqobil turish, abiyam nijot qilishimiz degandek qanday biz hamkorlashish, qanday ittifoqlashish, qanday düşmanimizga bir mushulab etilish, qaysi yerda unga zarba berish, mishada o'tirib faoliyatni qilayotganligimizning o'zi Xitoyni nihoyat bearam qiladi. Mishada biz mikrofonni tutib bayrog'imizni oldimizga qo'yib so'zlaganning o'zi Xitoyni nihoyat bearam qiladi. Mana buning o'zi bir qalba. Yana ba'zilar deydiki 50 yil oldu, 60 yil oldu biz şu orta olayatımız qani bu Xitoyning mo'yini tavratib qo'ydikmi deydi. Mo'yini tavratdik, xeli ishimizni tavratdik. Uning biz uchun bizni muqimlik deb ajratayotgan puli cheksiz.
biznikini elib xajayotgan bo'lsa-mu, ammo biz shu pulni shunday isrof qilib isrof qilib faqat isrof qilishning sababi nima bo'ldi? Bizning musharra qilgan harakatimiz sabab bo'ldi. Mayli biz bayrog'ini chiqarib cho'rta olaylik, mayli bir yerda yig'ilish o'tkazdik. 4 Uyg'ur bir yerga keldi, sen Xitoy dushmanimiz Mao degandikilar Xitoyning qo'yqichi chiqdi degan. Demak, biz bunga ta'sir qila oldik. Mana 50 yil 60 yil bo'ldi. Muhammad ibn Bug'ra, Isa olibdikin, pishqadamlarimiz ichpaga yo'l o'sib mana mushkunga keldik. Demak, bu jarayonda Xitoyni 50-60 yil oyog'i bearam qildik. Xitoyda 56 millat va 56 millatning ichida eng bearam qilayotgani Uyg'ur. Xitoyni eng bearam qilayotgani Tibetmi qilyotdi o'ziga o'tqiya, uning o'ziga loyiq cheklik, ammo Uyg'urning qilayotgani Xitoy uchun noyib cho'ng bir boshag'arqi. Uyg'ur nima qilyotdi? Uyg'ur vatanim da'vatida, dinim da'vatida, izlagan millatim da'vatida. Deb buning uchun qarshi ifodalayapti. Boshqa millatlar var, bular bilan paranglashganman. Sizga bir milliy ayrımchilik bormi? Xitoyda millatchilik bormi? Sen bor deydi. Bor, bizga bor. Mesela Shialar bilan ko'rishdim vatanning ichida. Boshqa qozoqlar bilan ko'rishyapti. Ularning milliy ayrımchilik bor. Ama sizlardek emas. Bizga pek aniq dushmanlik yo'q, ammo yanada xizmat va boshqa fursatlarda yanada bizga ayrımchilik qiladi. Demak, Xitoy aniq bayonot e'lon qilayotgan, urush qilayotgan kim desa, ya'ni shu biz Uyg'urlar. Uyg'urlar buning uchun nimani asosga amal qildi deganda dinimizni. Yani Alloh bergan kofirlarga qarshi deganni asosi nishon qilib, shuni asosi nima badaniga kuch-quvvat qilib, Alloh rizoligini ko'zlab, uni qarshi qiladi. Ey, sen nimish bilan dinimni deb sen qilsan, nimishqa ayollarimning beshiga romanlar olsan, nimish saqlamni ikimni ostiga chiqqan saqlamni sening nima haqqing bor? Bu mening tukum to'sa sening emas deyalayotdi-ku. Uning uchun biz dushmanimizni aniq tunib, to'g'ri tunib, har doim uning vaqt o'tgan sari zulmni bu yerda biz ko'rmagandikan, anglamagandikan, zulmdan unutulib qolmay, uning uchun har doim vatanlik qarindoshlarimiz uchun duo qilish kerak bizning qo'limizdan. Teşkilatlarımız uyuşturulan faaliyetlerine katılış kilidi okulumuzdan. Aynı şu teşkilatımızı töreydiğen bedel pulu kilidi okulumuzdan. Muşundalarına vaxtida unutup kalmayın. Muşundan hemmemizden ortaya çıkıp senin çıkılışına ornu yok. Ama çıkıdığan qarindoshlarimizni qo'llaydi. Qo'llab bersek, şunu kuvvetlab bersek, bunun üzeri siz şu bizden bir set tutup kılvatkan o'xshash olgan bo'ldi. Savobdan tang bahramand bo'lgan bo'lsin. Buni qarindoshlarning hammasi tushunadi. Farzandlarimizning nomerlari tayyorlab qolgan chig'i bor. Ben gapni ko'p uzatmay farzandlarimizga beray. Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbayk labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك aldıda aylanğandek rast kâbe aldıdımı aylanışkan nisip kılgan amin. Vatanımızda kança atanlarımız hacıga baranmay ölüp ketdi. Allah'ım nusretini bergeysen. Atanlarımızı hacıga asanlık bilen bir işke nisip kılgın. Amin. Ahirde yana duaga Ustazımız Ömer Mahsun'la duaga teklif kılayım. Dua kıpaysa. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'âkibetul muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme arinel hakka hakka ve rızkına ittiba'a ve arinel batıla batıla ve rızkına iştinâbeha. Amin. Ya Allah bizlere doğru yolunu doğru gösterdiğini ya Allah. Ya Allah bizlerin doğru yolunu aratmağını ya Allah. Ya Allah bizlerin hak yolunu aratmağını ya Allah.
Ya Allah senin peygamberin mağan, senin peygamberinin sahabeleri mağan, ulu yolumuzdan aratmağını ya Allah. Ya Allah bizdeki doğrulmağa ecdadlarımız, ata boğduğumuz mağan yolumuzdan aratmağını ya Allah. Ya Allah bizden yaxşı işlerini bizlerine aratmağını ya Allah, bizlerine yaxşı işlerini kılığını nasip kılığını ya Allah. Ya Allah bizlerine hata yolunu sen salaqağını ya Allah, insan cinden boğan şeytanlarının oylup çıkağı yollarını bizi salaqağını ya Allah. Ya Allah bizlerine yolları kimden nasip kılığını ya Allah, o yolu mağan nasip kılığını ya Allah. Bizlerine hatanı yere kılığını ya Allah. Ya Allah bizlerine hatanı yere kılığını ya Allah. Hatanı bizden yere kılığını ya Allah. Ya Allah sen gazap kıldığın, sen narazı bulduğun, sen hafıla kıldığın işlerini bizden yere kılığını ya Allah. Ya Allah her vakit bizlerine sen razı bulduğun işlerini bizden nasip ata kılığını ya Allah. Ya Allah bu sorunda kılığın barlık dualarımızla, ibadetlerimizle bizlerden sen kabul kılığını ya Allah. Ya Allah bu sorunda kıpsağın bazı hata sahbeliklerimizi bizden kılığını ya Allah. Bilip bilmek kısağı hatalıklarımız bizi keçin kılığını ya Allah. Ya Allah aramızdaki kisellerge sen şifalık ata kılığını ya Allah. Ya Allah aramızdaki kisellerge arpağanlığa sen şifa ata kılığını ya Allah. Ya Allah ölüp ketkenlerge sen rahmet kılığını ya Allah. Ya Allah ölüp ketkenlerge sen rahmet kılığını ya Allah. Ya Allah aramızdaki qarazdarlarının qarazını sen ada kılığını ya Allah. Ya Allah bu milletke sen doğru yolunu gözüşen belge doğru hak yaxşı halal yolunu rızık kesip kılışkı sen nasip kılığını ya Allah. Doğru yollarda doğru işlerini kılığını nasip kılığını ya Allah. Doğru işlerini kılışı arkalık doğru rızık hasıl kılığını nasip kılığını ya Allah. Ya Allah erlerge ve ayallarga gayret ata kılığını ya Allah. Ularga yaşlılığına sen himmet ata kılığını ya Allah. Ularga ifkat numus ata kılığını ya Allah. Şerme haya ata kılığını ya Allah. Kızlarımızga, uğallarımızga sen iyi çıkını ya Allah. Ya Allah sen doğruluğunu gösterkini ya Allah. Uların dillerini, uların közlerini sen açkını ya Allah. Sen hamiye kaldırırsan ya Allah. Dillerini başka ağırsan ya Allah. Bizlerden dillerimizi başka ağırsan ya Allah. Ya Allah şundan birge bizdeki barlık kılgan eman ibadetlerimizden sen bizlerden kubul kılgını ya Allah. Ya Allah bu yurtumuzdan seferlik etken hacilerimizden kılgan hacine sen kubul kılgını ya Allah. Ulan sen tinceman qaytqını nasip kılgını ya Allah. Barlık emel ibadetlerini yaxşı kılıp tinceman qaytqını nasip kılgını ya Allah. Aile ve dualarına sağlam yetkizgini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar ya erhamer rahimin. Hammalardan Allah razı olsun. Programımız bir şeyde ahırlaştı. Hammalardan kelgan qadimiga Allah köp rahmetlerini ada qilsin. Ecirlerini versin. Diqqatini jalb qilish uchun sen to'xtab olding, Onu to'xtatdi demayman.